barchaga salom. Bugun sizlar bilan men Umiko. Men bugun DLC'da yangi sostav qurdim. Mana o'sha sostavim bugungi o'yinda J Turin sostavi bilan jang qilaman. Mana sostav bu o'zimning sostavim emas. Men boshqa sostav qurdim. O'zimning sostavim. Mana hozir. Mana bu yerda mana sostavim. Mana bu yerda ikkinchi sostavim. Bu J Turin sostavi ham yomon emas. Shu taymni boshlaymiz, ammo bitta shartim bor. Like va obuna bo'lsinglar, kommentar yozish esingizdan chiqmasin. Obunachilarim ko'p bo'lsa, men kuniga video chiqaraman. Obunachilarim mana shu videodan keyin 15 ta bo'lsa, men kuniga video chiqaraman. Obuna va like boshlandi. Manchester United stadionida Manchester United J Turin sostavini kutib oladi. Xo'sh. Birinchi Manchester United sostavi darvozada Safonov. Messi ham bor aytgancha comeback qiladi. Oldingi videolarda o'zimning sostavimdan Messini udalt qilgandim sabablarga ko'ra. Agar videoni ko'rgan bo'lsangiz, nima uchun udalt qilganimni bilib olasiz. Messi o'yinni boshlab beradi. Bellingham. Messi. Boshidan gol urib qo'ysam. Rashford. Zarba moz. Yaxshi. Boshidan ataka berish omad beradi. Di Marco. Shtrafnoy quroli. Bu yerda bular ham ataga chiqib yuborishdi. Rashford. Messi. Lionel Messi. Messi zarba va gol. 11-daqiqada Messi chiroyli gol. Darvozabon hattoki o'qiy olmadi. Darvozabon o'qiy olmadi. Pas ham maksimal chiroyli. Zarba ham chiroyli. Varatarda xato hammasi. Hammasi Varatarning xatosi. Rashford. Antony bor. Bu yerda hech narsa qila olmayapti Antony. Pas ham. Qanday ishtirokchi? Bellingham. Oh, mana bu xato bo'lishi mumkin. David. Turum. Patkat beradi Bellingham, ammo o'tmaydi. Yana bir marta Dan Hansen, ammo chiqib ketyapti bo'ladan. Virgil van Dijk pasni qarang. Oh, shtrafnoy mana bu yerda. Aniq shtrafnoy bu. Qizil. Kalulu. Bu xato Turinni xatosi. Balki bu gol bo'lishi ham. Messi bor, bizlar shtrafnoy. Di Marco bor, Rashford bor. Messi, Rashford, Di Marco. Rashford. Ana bu yaxshi bo'ldi. Chap o'ng oyoq bilan zarba beradi. Zarba Messiga qaytib keldi. Messi va chiroyli gol. Misrga qarshi gol urgandi Messi va yana shuni qaytaryapman men DLC'da. Misrga shunaqa zarba bergandi. Shtangaga tegib kirdi. Mana повторni ham ko'ramiz. Mana Messi oyog'iga turib hammadan o'tdi. Zarba ham berdi. Darvozabon ham xato tushmadi. Bu yerda вообще Misrdagi zarbasiga o'xshadi. Ana shtangaga tegib kirdi. Mana bu chiroyli gol desa bo'ladi Messi. Mana bu chiroyli gol. Aytdim-ku, bu Turinning xatosi. Yana Di Marco yiqitmoqda.
Qizil kartochka. Qanaqli? Ana endi o'ngim bo'lib qoldi, lekin bu yerda sariq bo'lishi kerak. Aniq. Do'stlar, mana buni kommentariyada yozib qoldiringlar. Qizil edimi, sariq edimi? Men sizlarni har bir kommentariyalaringizda o'qiyman. Messi, yana Messi dedi. Messi qasos oladi. Messi! Zarba va gol! Hat-trick uyushtirmoqda Messi chiroyli gollari bilan. Messi 37-daqiqa 3 ta gol, uchalasini ham Lionel Messi. Uchalasi ham o'ylangan. Messi dribling bo'yicha yaxshi. Qayerga zarba berishni biladi. Yaxshi Messi. Xo'sh, 11 ga yetdi. Kim bo'lsa ham chiqib ketdi. 3-0. Kuyçen Marior'da oldunga chiqib ketishdi. Virgil van Dijk yugurmoqda. Yıldız. Yana o'tib ketmoqda. Dan Hansen. Buni ham to'xtatish olmadi. Guehi. Yaxshi Safonov. Safe. Pas verdi. Yana Messi. Yana Messi. Ammo ozgina uzoq ketdi. Pas. Rashford. Yugura oladimi? Yo'q. Va o'yin tugadi. Yaxshi. Birinchi taymni ham tugata oldik. Mana ikkinchi taym boshlandi. Safimizni ko'ramiz. Hamma yaxshi. Di Marco'da qizil, shuni Guehi bilan alishtiramiz chunki ikkita chetda ko'pincha ataka berilmoqda. Chunki o'rta ko'p ham ataka berilmayapti. Shuning uchun ikki chetga ikkitadan odam qo'yamiz. Yaxshi. Bu taktika bilan o'ynalmoqda bu o'yin. Mana bunchalar bilan shtrafni qilyapti. Qo'stirama beradimi Migrokumga? Messi. O'zina xato, ammo bu to'g'rilanishi mumkin. Guehi. Bu to'g'rilanishi mumkin. Yana Messiga pas. Messi o'tkazib oladimi? Messi. Ozgina qolgandi. Mana bu yerda shtrafnoy. Sariq kartochka. Bir xil ketyapti. Turinda ham bitta qizil, bitta sariq. Mendan bitta qizil, bitta sariq. Zarba Messi! 4 ta gol. Bu chegrok deb aniq Messini aytsa bo'ladi. Bu ham o'ylangan gol. Darvozaboni hech narsa qila olmaydi. Ularning xatosini qarang-da, trenerga yastirnoqa qildirmagan. Anthony Gonzalez. Bellingham. Zarba ozgina teppa, lekin kuchli zarba berdi. Mana Pavtor kuchli zarba berdi. Yaxshi lekin. Qani? Yo, yiqitishdi-ku penalti. Zarba bunisi ham yaxshi o'ylangan edi. Ozgina xatoligi bor-da, ozgina Messini yiqitishdi, Messiga qaytib to'p keldi. Deyotganda nishonga oldi, lekin qitdi. Ozgina-da shtanga bo'lib qoldi. Yaxshi lekin. Pas, Rashford, zarba. Ammo boshqacha zarba bermoqda. Shtrafnoyda ham o'zini ko'rsata olmadi Rashford. Nimagadir Rashford bugun faol emas. Antony ham. Mana Messiga to'p. Zarba! Bum zarba. 1 daqiqa ichida ikkita zarba berdi Messi. Ya'ni
saniye ichida-da. Yana shtangida. Ozgina qiyin o'yin bo'lyapti Messida, lekin 4 ta gol bor Messining. Yana Messi, yana Messi. Tanqansan yıldız. Yıldız Patkal esa qizil bo'ladi, qizil. Benim ham qizil bo'lishi mumkin. Aksiga olsa. Messi'de yana top. 5. gol uchun harakat. Dribbling. Pas. Yana pas. Yaxshi, 4-0. Qiyin ham bo'lmadi, oson ham bo'lmadi o'yin. Lekin Lionel Messi juda faol bo'ldi o'yinda. Messi 4 ta gol urgan bo'lsa, 3 tasiga ham assist Rashford bo'libdi. Bittasiga hech kim assist qilmabdi. Shtrafnoydagi gol lekin chiroyli chiqgandi. Keyingi o'yinda kim bilan o'ynashimizni hozirroq ko'ramiz. Keyingi o'yinda biz Real Betis, ya'ni Antony va yana bir yerda Antony. Keyingi videolarda xayr, ko'rishguncha.